Assalamualaikum hurmatli No'xat qarshi va kanal qatnashchilari. Bugun 10 mart 2023-yili biz juma kuni obeddan keyin o'qishlarni sizlarga tanishtiramiz. Bizni kechirasizlar, kichkina jumishlar bilan sog'liq ko'rsatib qoldik, ham hozir ko'rsatamiz. Rubellar kechaga bo'yda lekin hurmatli onalar hozir katta bank tijanda ko'rsatamiz. Hurmatli onalar bizlar kompaniya banka keldik. Kompaniya bankda 87 so'm, 32 dollar, 92 so'm, 90 euro. 11.48 ekan rubl chiqaramiz hurmatli onalar. Pensiya tushib turib hurmatli pensiya olsanlar bo'ladi, pensiya tushib turib. Hurmatli onalar biz hozir Boqay banka keldik. Boqay bankda 87 so'm, 32 dollar, 93 so'm euro, 11 so'm 48 ekan rubl. Qaramasa hurmatli onalar bor yerda bir deyil ekan. Hurmatli onalar biz Ekoslam banka keldik. Ekoslam bankda 87 so'm, 30 dollar, 92 so'm 80 euro, 11.48 ekan bu yerda rubl. Hurmatli onalar qaramasa. Hurmatli onalar valyuta tizimlashgan ekan qaramasa. Assalamualaikum hurmatli ko'ruvchilar. Bu yerda dilashonda ekan rubellar qaramasa hurmatli onalar. O'zgarish yo'q. Hurmatli No'xat qarshi kanal qatnashchilari, shunday bugungi kun o'z oyoqda saqlanib o'tiribsizlar. Ertangacha uchun romanimizlar, quvonch romanimizlar qabul bo'lsin. Ko'rishishni uchun romon bo'lingizlar. Doimo sizlarga xizmat qilgan No'xat qarshi kanalı.